Murod shifo klinikasi salkam 40 yildan buyon tabiiy giyohlar va minerallar bilan davolashni yo'lga qo'ygan. Murod shifo klinikamiz Namanganda joylashgan. Yurtimizning Surxondaryo viloyatida, Xorazm viloyatida o'z filiali bor. Agar sizni jigar, o'pka, buyrak, yurak va umurtqa pog'onasi xastaligi, umumiy saraton kasalliklari va qon bosimi, bo'g'im xastaligi va gepatit bezovta qilsa, Murod shifoda davo topasiz. Men agar biron bir dard bilan og'riydigan bo'lsam, eng avvalo tabiiy yo'l bilan davolanishga harakat qilaman. Yaqinda men Murod shifo klinikasi faoliyati bilan tanishdim. Ushbu klinika qariyb 40 yildan buyon 700 xil tabiiy giyohlar bilan davolash usulini yo'lga qo'ygan. Murod shifo klinikasi Namangan viloyatida tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida ham o'z ish faoliyatlarini olib borishyapti. Murod shifo har dardga davo. Agar sizni jigar, yurak, o'pka va buyrak xastaligi, umurtqa pog'onasi kasalligi, umumiy saraton kasalligi, qon bosimi, bo'g'im kasalligi, jinsiy zaiflik va bepushtlik, gepatit kabi kasalliklar bezovta qilsa, Murod shifo klinikasiga murojaat qiling va tabiiy yo'l bilan o'z dardingizga shifo toping. Boshidan o'tgan tabib deyishadi. Menda ham saraton kasali bo'lib o'tdi. Mana shu o'zimga tegishli giyohni men ham albatta mana shu yerdan olib endi ichishni davom ettiraman. Mana bu yerda mana bo'yin, o'pka, jigar, hamma saraton kasalliklariga giyohlar. Choy damlamasi ham oson ekan. Qaynagan suvga solasiz, kuniga 2-3 marta ichasiz. Xohlasangiz termosda ham olib yurishingiz mumkin. Albatta, sog'liq eng kerakli narsa ekan. Boshimdan o'tgani uchun bilaman. Mana bu esa qo'limdagi hayot baxsh. Haqiqatdan ham mana shuni damlamani ichsangiz, bu giyohlardan, tabiiy giyohlardan tayyorlangan Murod shifo. Albatta, ishoning va sotib oling, qabul qiling. Sog'liq bizga kerak.